Bu miotoniya Thompsona deydi. Bu kasallikni oti asab mushak kasalligi hisoblanadi, nasliy kasallik hisoblanadi. Bu nima bilan bog'liq? Misol, mushaklarimizda qisqargandan keyin bo'shash funksiyasini buzilishi bilan kechadi. Mana ko'rib turibsizlar, bunda bunaqa bolalarda xuddi mana sportchilarning mushaklarida gipertrofiriyani bo'ladi. Mana bilaklarida, yelkalarida, ko'kraklarida tosh ko'targan sportsmenlarning formada bo'ladi. Bu ham o'sha kasallikning belgisi hisoblanadi. Ya'ni bu bolamizniki sal yoshi kattada, agar 4, 5, 6 yoshli bolalarda ham xuddi shunaqa yechintirib ko'rganingizda, xuddi sportsmenlarnikidek mushaklari bo'lib, alohida gipertrofiriyani bo'lib turadi. Bu endi kasallikning asosiy belgilari nima? Masalan, mushaklarimizda, mana qo'llarimizda, kaftlarimizni qattiq siqib bo'shashtirganda o'sha ochilish funksiyalari buzilgan bo'ladi. Qisqarib bo'shashish holatlari buzilgan bo'ladi. Mana bu yerdagi hozir refleksni chaqirganda mana yelka sohasidagi bitsips mushaklari monotok bilan ko'rganda o'sha mushaklar qisqarib bo'shashishda ozroq vaqt ketadi. Mana qo'l barmoqlarida ham ko'rsatib beramiz kaftlarda. Monotok bilan urganingizda mana ko'rdingizmi? Bo'shashish holatlari ham sal qiyin bo'ladi.